Oo, degan dacha ekan, ha? To'xtanglar. Ana joy qayerda ekan, bilmaysizlarmi? Ey, tualetgami? Piramidani buzib yuborgan, hoppa suvni tortib. Yur. Hamma o'tib ketaverasanmi? Suvni kim xaladilikka qo'yadi? Aytib ko'ngga qilsin, ye. Hozir. Sen nima qilyapsan bu yerda? Bor kun chaqirib bitta yo'lda qorong'i chiqadi. Nima biz aka-uka ish qilishimiz kerak? Bitta odamga pul to'lab 1,5 ta odam kelding, salla qilasan-da ishni, ye. Ey, ukamga ham o'zimga ham to'laganman, tushundingmi? Yo'q, sinfdoshlaring oldida nima maqtanyapsan? Ikkalamizga ham o'zim to'ladimmi? Nima janjal, bemalol o'tirib bo'lmayapti. Aka-ukalar hali ham tayyorlamadingmi bu yerda? Voy, ovqat. Menga qolmadimi ovqat? Mana bitta qoldi, mana. Mashina oqibat, bolalar. Mashinagachamidi? Bir og'iz. Olib qo'yish olmabsan bir og'iz ovqat menga. Odam meni men ham birga keldik, oshnamiz-ku. Mashinagacha ekanda oqibati, uni bo'lsa men uyga qaytib ketaveramanmi o'sam? Ket. Yo'l bosib qolmay. Qolmasman, iplos. Do'stim, dacha $50 tushibdi. Всё, to'laymiz. Etit, menda 100 talik edi, mayda yo'qdi. Ikkimizga to'lab turay, sen menga uyga borganimizdan keyin 6 oyga bo'lib halol narsa qilib qaytaraverasan, ha? Qanchadan tushadi menga? Oyiga $25 chiqadi. Договорmi? Договор. Bo'ldi, как раз aytishdan chiqibdi. 2 oylik to'lov oldindan edi. $50 bo'ladi. Meni ham o'rnimga dachaga to'lab turgin, sen 3-oydan o'zimga to'lov qilaverasan $25 dan, ha? Men tashqarida bo'laman, do'stim. Sinfdosh qalaysan, qaytasan? Rossiyadaman men 1 yildan buyon. Balla bilan dachaga kelganmiz, $50 dan tushdi. Iye, bormagan narsamga nima to'layman? Borganlar to'lasin, o'zing hal qilavering. Maktabda bitta sinfdoshlar bilan qana kelishganmiz. Borsa bormasa to'lash deganmiz. Hozir shu topda senga qayerdan pul jo'nataman? Menga qara, tezda degan ilova bor ekan. Rossiyadan O'zbekistonga 5 komissiya pul tashlayotgan o'z kartimoga. O'shandan $50 tezda tashab bor, mana hamma kutyapsan, bo'pti, rahmat. Amaki, batta nima qilyapsan? Balla, qani? 1 soat bo'ldi ketganiga. Tualetda qolib ketibman-da. Aka, hojatxona yo'qmi shu o'rtada? Ochilmagan g'irralarimi? Borishalarga bor agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq kerakmi senga? Mendayin telbaroq, oshu bemor. Borishalarga bor sevsa seni. Taksi aka, ochilmagan g'irralar ochib yuboradi. Vapse, ovoz zo'r ekan buni. Mendayin telbaroq. Burundoq ovozda. Oshu bemor. Hey. Mikrofonni qo'lingiz bilan to'sib olib, nima qilyapsiz? Baland istilyapti-da. Ya'ni Mana boshqatdan qayting. Akalar, ko'p katta o'zamsizlar qilib turgan ishlarni yosh balanishi. Hozirgi zamonda soqqani bosish kerak, pulni topish kerak. Masalan, men yosh bo'lishimga qaramay, ustaman. Qo'limda 10 ta shogirdim bor. nima demoqchisan bu gaping bilan? Kim bilan gaplashadim telefonda? Men bilan gaplashding. Travertin sex bor kelavering dedingiz, hamma joy burchatga bo'yatibdi. Ha, bu burchatka sexda, travertin sex u tomonda. Bunisi tomonda miramir seximiz bor. Shpakilovka ishlab chiqaradigan joyimiz ham bor. Xullas, hamma ish mana shu yerda bitadi. Hamma narsa bor bizda. Bitta aboyu xolos. Kirib ko'rib chiqaylikmi? Mana ko'rdingiz, hamma mahsulotlar o'zimizdan ishlab chiqariladi. Brendimizning nomi Promax. Bizdan xarid qilganingiz uchun rahmat. Sog' bo'lasiz. Achon, Jingalchukda yaxshi ekansiz, bitta tashingchi. Jingalchuk. Yu, klientingga yutkazib ko'rsang bo'lmaydimi, ha? Bor, tur yo'qol. Yutkazib bermaydi. Akaxon, do'kon siznikimi? Ha, Men mana egasini haydab boryapsiz. Siz klientsiz, siz keting. Bor.